Akalar kelinglar baqa. Sizlarga bitta zo'r narsani ko'rsataman. Yaqinroq ko'rsating. Mana bu pichoqlar shunchaki sizlarga tekin desa ham, bonus desa ham bo'ladi. Pichoqni ko'rsating. Haqiqiy chust pichoq. Yangilabmiz buni. Murodjon aka, bu tepalarni ochiqchiyammi? Nima emas u, bilmadim, lekin pichoqqa gap so'z bo'lishi mumkin emas. Xuddi mana shu pichoq tekinga uyingizga yetib boradi. Assalomu alaykum hurmatli chorvador akalarimiz. 5 ta molingiz bo'ladimi, 10 ta molingiz bo'ladimi? Maza qilib qiynalmasdan boqaman deb turgan akalarimiz. Bugun sizlarga o'sha internetni portlatgan, pichog'i bilan yetib boradigan Chus Master universal drabilkalarni oldiga yetib keldik. Murodjon akamiz bilan assalomu alaykum. Murodjon aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sanjarbek yo'qda. Siz xush kelibsizlar. Rahmat aka. Hali ham bormi bu? Tugab qolmadimi? Albatta. Aka, bu pichoqni qanaqasini ishlab chiqaryapsiz? Hozir juda chiroyli bo'ldi, ham kattalashdi. Xudo xolasa bemalol qo'y mo'y so'ysa bo'laveradi aka. So'ysa ham bo'laveradimi? Bemalol aka. Zanglamaydi. Gap yo'q lekin. Hozir qo'l mehnati. Bu aytib o'tganimizdek, bepul uyga bepul albatta bitta drabilka olganga bitta shu sovg'a sifatida beramiz. Akalar, pichoq yetib borsa, motoriga 2 oy garantiya berilsa, drabilkani o'ziga 1 yil garantiya berilsa, uyingizgacha yetkazib borgandan keyin pulingizni olinsa, ham o'zimizda brendimiz urilgan. Telefon nomerlarimiz ham bor. Zo'r. Telefon nomerlarimiz ham qo'yilgan. Bemalol endi mana bu drabilkada nomerlarimiz o'chib ketsa ham pichoqda bo'ladi, xudo xolasa o'chmaydi bunda. Zo'r. Bunday qilib aka buni managa taqib olib, menda olib turib oshga chiqsa boshqacha bo'ladi-da. Bunday qilib ayniqsa ismlarni yozib beryapsizmi hali? Albatta. Ismlarni bunday ko'rsat. Kimgadir esdalikka ismlarini yozish kerak bo'lsa, yozib beramiz. Bunday ko'rsatib. Hozir ko'proq akalarimiz otalarining ismlarini yozdirishyapti. Esdalik dadamga sovg'a bo'ladi deb yozib beramiz, xudo xolasa. Zo'r. Bunday oshposhga borishsam, uni ko'r deb bunday qilib maqtanib qo'yishadi aka. Boshqacha bo'lsa kerak. O'zlaridan emotsiyalarni o'zlari bilishadi. Zo'r aka. Bo'lmasa buni bitta chekkaga olib qo'yaylik. Hozir biz universal drabilkalarda qanaqasini hammasini obzor qilib beramiz, mashinaga hammasini eslatib beraveramiz aka. Kim qanaqasi mana. To'g'ri tushunasizlar, sal buyurtmalar ko'p. Sal kamroq qilib, sizlarga ixchamroq qilib, zakazlarga ulgurmayapmiz, harakat qilyapmiz o'z vaqtida berishga. Endi sezon hozir beryapmiz, xudo xolasa aka. Qanisidan boshlaylik? Hozir 25 ta o'sha eng zo'ri mana shu. Nechta pichoqli? Bitta tushuntirib 28 ta, 30 talik germanskiy pichoqlar qo'yilgan aka. Valilari ham, xampalari ham kattalashgan. Qo'l yetib bormaydi. Bemalol qo'rqmay, osalar bo'laveradi. Hali yosh bolalar qo'li umuman yetib bormaydi bunga. Pichoqlari hammasi germanskiy aka. Hammasi germanskiy. 4 xil setkasi bor. Ikkita hashak uchun, ikkita don uchun setkalari bor. Zo'r. Hozir buni setga qo'ymasdan bunisida, nariginisida ham setga qo'ymay, hozir don unda chiqarib beramiz aka. Qo'y bob uchun bunda oddiy setga qo'ymasdan chiqarib beramiz. Albatta, hozir hammasi mana bunda aka. Hozir ko'p maylilar yurtdoshlarimiz, xorazmlik akalarimiz sho'li pahol deyishdi. Maydalaydimi deb. O'shaning uchun mana bunda hozir sho'li pahol maydalab beramiz. Juda ko'p akalarimiz so'rashadi. O'zi mana albatta. Sho'li o'rilyapti, sho'li paholimni men sotib yuboraymikan, tashlab yuboraymikan yoki mollarimga drabilkadan chiqarib bersam bo'larmikan deyishyapti o'zimizga ham. Albatta. Bo'ldi bo'lmasa sho'li paholni ham g'ildiraylarni ham yaxshisini qo'yganmiz aka. Xitoy alilarni bemalol menetdan bir kishi sudrab yursa bo'laveradi aka. G'ildiraylari bor. Balanslari zo'r, xudo xolasa. Hamma yog'i yangi listdan qilingan. Bu pichoqlarimiz mana aka. Yashirmaymiz. Bemalol ko'rsataveramiz aka mana. Ham malaskoviy, ham segmentli. Mana pichog'i kim ko'radigan bo'lsa, endi xudo xolasa diametrlari katta, unaqa kichkina emas. Drabilkamizning qozoni ham diametri katta, o'shaning uchun pichog'imiz ham bemalol katta. Xudo xolasa sizlarga tiqilmay xizmat qilib berishga harakat qilinadi. Setkalari hammasi tashqaridan almashadi aka. Ichkaridan. Bu narsani bitta zo'r tarafini ko'rdim. Tashqaridan almashish tiqilib qoladi, mabodo haligi ko'p tushib ketadigan bo'lsa, tiqilib qoladi yo boshqa bo'ladi. O'shanda tiqilib qoladigan paytda shuni olarkansizda yurib yuborsangiz o'zi chiqarib tashlar ekan. Yirik chiqib ketaveradi, yana solib ishlataverasiz. Bo'shat, bo'lutini yana qo'y, unaqa narsa ovoragarchilik bo'lmas ekan. Chiroyli holatda. Zo'r. Qilib beramiz aka. Bo'lmasa boshladik. Nima chiqarib beramiz birinchi o'rinda? Birinchi o'rinda mana hozir aka somonimiz bor, poyamiz bor, beda press, o'sha pichan ham beda aralash pressimiz va yeryang poyagimiz bor va yantog'imiz bor.
Bo'ldi. Ya'ni hammasini ishlatib beramiz. Hammasini hozir sizlarga ishlatib ko'rsatib beramiz. Qanday chiqar ekan o'zlaringga bir sinov tariqasida ham bitta bilib olasizlar. Hozir aka bunda 5 talik setga qo'yilgan, mayin setkamiz. 5 ta teshikli setga qo'yilgan. Xudo xolasa buni qo'y bob qilib maydalab beramiz. Bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Bo'ldi. Dedi aka. Ajrig'i ham bor ekan, ajrig'i ham ketyapti sizga. Tamam. Bo'ladi ekan. Ana aka. Bu drabilkaga ham qolsin, makka-pakkalarni chiqargani. Hammasini qang'illatib chiqarib tashadi. Buni bemalol mishalka-pishalkangiz bo'lsa solib, yemlaringizni aralashtirib bersangiz, mana shu holatda mollaringizga maza qiladi. O'zim shunaqa qilib beryapman mana. Mana ko'ryapsizlarmi? Zo'r. Gap so'z yo'q. Chiqarishi va'daman. Endi yana bitta narsaga e'tibor berdim. Bu chang betiga urmadi, ha? Chang yurmaydi aka. Mana bunisini ishlatib beramiz. Bunisi vakuumlik aka. Ha, bunisi vakuumlik. Bunisi vakuumlik. Bunisidan umuman chang chiqmaydi. Bunda hammani ham chiqarib beramiz aka. Sholi press ham chiqarib beramiz. Bo'ldi. Mayin setkazda chiqarib beraylik aka buni. Shunaqa qilaylik bo'lmasa. Qarang. Unisi narxini aytmadik hali, Murodjon aka. Narxi aka 4 kilovatlik. Aha. 4 kilovatlik 2.800.000 so'm aka. O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bilan. 2.800.000 so'm O'zbekiston bo'yicha dastavka. O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bilan 4 kilovatlik. O'zi nech puldan nech pulgacha boshlanadi? 2.400.000 so'mdan 3 million so'mgacha bor. Mis, alyumin aralashdi. Misligi eng zo'ri. Eng zo'ri 3 million so'm 4 kilovat. Shu 4 kilovatda 200.000 farq qiladi aka. Xo'p, bu 4 kilovat alyuminligi 2.800.000 bo'lsa, misligi 3 million bo'ladi. Faqat xohlasalar domaloq, xohlasalar to'rtburchak. Pulida o'zgarmaydi. Zo'r. Pulida Bu hozir mislimi, alyuminlimi? Qaysi? Bular o'zi alyuminlik aka. Mana bunisi misli. Bunisi misli ekan. Bunisi. Bo'ldi, qani bitta aka mislini ham kuchini ko'raylikchi. Bu sholi press aka. Qog'oz. Voy, o. Qog'oz bilasizlar aka. Qog'oz bilasizlar, yaxshigina changiydi. Voy, o. Nima qilib tashladingiz, Murodjon aka? Hop, mana uni ham savaringchi. Ha, bu beda bor. Endi qo'lini topolmadik, qulug'ini ham bitta chiqarib ko'rsatib beraylik. Somon bering, ozgina. Sholi bahol bering. Mana sholi baholni chiqarib beraylik ozgina aka. Nag'ning aka. Mana aka, mis. Endi eng mayin xolasida. Ko'ring, sholi baholni vaqt tashlaganman. To'kiz agar toza 200 dan baland 220 bo'ladigan bo'lsa, baribir misligiga yetmaydi.
Lekin hisobga olinglar. Mabodo kamayadigan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, Oynasini to'g'ri ko'taring. mabodo kamayadigan. Oynasini ko'taring mashinani. Oynasi ko'tarilgan. Ko'tarilganmi? Ha? Changib ketganiga oynasini ko'taring. Ko'zi o'shanga tushaverdi-da. Ya, ko'tarilgan oynasi. Orqasi ochiq qolib ketibdi. Xo'p. Mabodo tokingiz 220 atrofida yaxshi bo'ladigan bo'lsa, misliga yetmaydi. Mabodo endi tokin past 170, 180 ga tushib ketadi desangiz, alyuminligi zo'r. Chunki alyuminligi kuydirmaydi. Shuni ham hisobga olib qo'yasizlar. Mana holati ushlashni ham, ushlab ko'rsatishni ham kerak yo'q, uni o'zi ko'rib turibsizlar holatini. Aka, menda ipini ham ajratib qo'yibdi lekin. Ipi ham ketib qolibdi. Buni alohida qilib ajratib qo'yibdi. Buni aka hamma mayinligini ko'raverasiz aka. Bitta ko'rsating, uni qarang. Voy. Har safar so'rashadi vohalik akalarimiz. Aka, chiqaradimi? Bemalol chiqaraveradi aka. 1 gram chang yo'q tepaga aka. Mana ko'rsangiz, mana bitta joyi chang bo'lgani yo'q aytlari. Bunkerlar chang chiqargani yo'q. Bitta ko'rsating haqiqatdan. Mana 1 gram chang bo'lgani yo'q. Shuncha chang bo'ldi, lekin bunkerning tepasi umuman chang bo'lgani yo'q. Ya'ni vakuumligini hisobiga. Changni u yoqqa uradi. Bu yoqqa o'zingizga, yuzingizga urmaydi. Zo'r aka, bunimiz 3 million so'm. 3 million so'm dastavkasi o'sha O'zbekiston bo'yicha. Bu ham pichog'i bilan boradi. Albatta, hammasi aka. Keyin bitta narsa, 2 million 400 mingligi deyapsiz-ku. Hop. Bu ham pichog'i bilan boradimi? Albatta. Yo 2 kilovatli motor bo'ladi aka. Motorlarni aytib ketsak, 2 kilovat motor qo'yilgan aka, 2 million 400 ming so'm. Xohlasa to'rtburchak, xohlasalar do'maloq, farqi yo'q bunkerida. 3 kilovatli alyuminligi 2 million 600, 4 kilovatligi 2 million 800, misligi hammasida 200 ming so'mdan oshadi. 400 so'm, 2 million 400 ligi 600, 600 ligi 800 bo'ladi. 800 ligi 3 million bo'ladi. Zo'r. Lekin hammasi original motor bo'ladi. Biz kichkina motor qo'ymaymiz. Hech kim hozir bor aka, hozir bor, aytib ketgan yaxshi. 17 kelalik motorga ham 4 kilovat yozib qo'yganda, uni ayrimaliklar 4 kilovat deb sotyapti-da. Ular hammasi 23 kelalik motor aka. 23, 24 kelalik motor haqiqiy to'r beradi. Chunki garantiya berdingizmi, cho'tki chiqish kerak hech ham. Bir xil odamlar masalan telefon qilib, ularda 4 kilovatli bunaqa ekan. Endi bu haqiqiy 4 kilovatli, ularni yomonlashmas boshqa emas-ku. Ishonchli, garantiyali, aldamaydigandan olsangiz, xudo xolasa qayerdan olsangiz ham maza qilib ishlatasiz. Har yil olinadigan narsa emas. Bir marta olasiz, xudo xolasa 10-15 yil xizmatingizni qilib beradi. Chunki garantiya berilgandan keyin zo'r narsa bermasangiz, u foydasi yo'q-da aka. Ishlagan pulingiz faqat dastavkaga ketadi. Albatta, o'shaning uchun zo'r narsa beramiz. Maqsadimiz aka, yurtdoshlarimizga yaxshi narsani alik qilib, o'zimizga ravo ko'rgan narsamizni biz ham yurtdoshlarimizga ravo ko'ramiz aka. Albatta aka. O'sha. Gap yo'q. Shuning uchun mana chunki Chus Master shiori aka foydadan ko'ra halollik ustimizda. Zo'r aka. Shuning uchun mana shu paytgacha bunisi 3 kilovatli aka. Biz bilan ishlab kelyapmiz. Bunisi 3 kilovatlik. Aha. Bunda hozir don chiqarib beramiz aka. Bo'ldi. Donni ham ko'rsating. Bir tomonida mayka, bir tomonida bug'doy. Hozir buni qanday chiqarishini. Setkasi qaysi? 1.5 mi, 2 mi? Nechilik setkasi aka? 2lik aka. 2lik setkasi. Bosdik. Bismillah. Albatta chiqarib bo'lgandan keyin ichidagi tozalab olishligi kerak. O'shaning uchun 1 minutcha o'chirmasalaring, drabilkalaring o'zlaringga umrini ko'proq qilasiz. Mana. Bug'doy ham bor ichida, makka ham bor. Bundan mabodo
Maydarog'i kerak, 1,5ligi desa qilib beramizmi? Qilib beramiz aka. Berilaveradi. Ha, u haligi klientni istagi-ku qilib beramiz aka. Pulida haligi qo'shilmaydi. Chiqarishini ko'rdilaring mana. Buni ham narxi 2,600,000 so'm. 2,600,000 so'mligi bu. 2,600,000 3 kilovatli aka bu. Bir xil bo'lar ekanda, faqat motorida. Motor o'zgaradi xolos aka. Zo'r. Xo'p, endi Murodjon aka qaysimiz? O'zini yonbosh holatini hal qilib bersak, ishlatib beramiz. Buni yaxshiligi aka, hozirgi sezonda bundada ko'proq olishyapti. Ko'proq poya maydalaydigan akalarimizga buni tavsiya qilamiz. Chunki tomda maydalaydigan akalarimiz bo'lsa ham tegib qolmaydi, shundan yonboshlatib ishlatsalar bo'laveradi poyani. Tepaga ko'targanda xohlasizlar, tikka holatda ishlatsalar bo'laveradi. Aka. Zo'r. Agar bu xalaqit bersa, bemalol boltka qilib qo'yilgan, yechib olib qo'ysa bo'laveradi. Oyog'ini yechib olib qo'ysa bo'laveradi. Zo'r. Kimdir undan, kimdir unisiga qo'shilmaydi, Murodjon aka. Yirig'i. Unimizga qo'shilmaydi. Yo'q, qo'shilmaydi aka. Bizda motor o'zgardimi, farqi yo'q. Xohlasizlar 2,400,000 so'mlikka ham mana shu holatda qilib beramiz. Gap yo'q. 2,400,000 so'mlikni ham. Zo'r. Bo'lmasa hozir bitta poyani chiqarib ko'rsatib beramiz. Hozir mana yirik holatda poyani maydalab beramiz. Ha, setga qo'yamiz. Ha, setga qo'yamiz. O'sha yirik setkasini qo'yamiz. Setga ham almashtirsa qulay aka. Tashqaridan bemalol almashtiraverasiz. Bosdi. Aka. Chiqarmasam ham chiqaraman deganda. Da olib ketganini ko'rdilaring. Maza qo'rdim lekin. Mana. Buni Birorta o'zagi yo'q aka. Birorta mana o'zagi yo'q. Bemalol qo'lingizda qissangiz ham nami bor. Nami bor lekin. Pulni ham bemalol chiqaradi. Chiqaraveradi aka. Setkasini olib qo'yishadi. Bundan mayin holatda chiqarib beradi aka. Zo'r mana. Ajoyib, mayin holatda. Bunimizning narxi ham o'sha aytib o'tganimizdek. O'sha 2,800,000 so'm. 2,800 dastavkasi ichida. Zo'r. Aka 4 kilovatlikni tavsiya qilamiz biz ham o'zimiz. Chunki o'sha 4 kilovatlik bo'lsa ham 170 ga ishlaydi. 174 gacha ishlaydi. O'shaning uchun 4 kilovatlikni tavsiya qilamiz. Hozir endi to'g'risi qish kelgandan keyin, hozir zo'r bo'lgani bilan qish kelgandan keyin to'kingiz baribir tushib ketadi-da. Shunda lekin aka 3 kilovat ham 4 kilovat ham 170 da ishlaydi-da. Bundan baribir to'g'ri olinsa, quvvat darajasi zo'r aka. 3 kilovatda 1 soat ishlatishmaydi, buni yarim soat 40 minut ishlatsa, o'sha narsani maydalaydi. Zo'r. Lekin motorga nagruzi kelmaydi umuman. Albatta. O'shanga iloji boricha. Ular endi 170 da ishlaydiganlar, ammo aka alyumin admotkaliklar. Mis motorga 200 dan baland bo'lsa, to'klari tavsiya qilamiz buni. Past bo'ladigan bo'lsa, mis motorda kuyish xavfi bor. Shunaqa. Tushunarli. Chunki o'ziga yetarli tok bo'lmagandan keyin bu qiynaladi-da biz. Aryol motor qo'yapmiz, o'sha yaxshi motordan qo'yapmiz. Bunga ham o'sha garantiya aka. Chunki qancha drabilgacha bo'lsa, hamma mis motori aryol qo'yilsa, biz ham o'shani qo'yamiz, lekin o'sha 2 oy kafolat. Qizib qolsa, kuysa yangisiga almashtirib beriladi. Zo'r. Hech kim hali sizga bunaqa taklifni to'g'risi bergani yo'q. Xudo xolasa faqat chunki pichog'i ham o'sha Chus Master nomimiz ham o'sha brendimiz ham Chus Masterligi uchun o'sha Chus pichog'i eng mashhur narsa Chus pichog'i. Endi Chusdan beshetdan hali jo'natamizki, nimadir sovg'a borish kerak-ku Chusga. Mana drabilkamiz borishdi. Endi bitta esdalik bo'lish uchun pichoq beryapmiz, xudo xolasa. Zo'r aka. O'sha pichoq esdalik bo'lib qoladi. Bu narsa o'tgan videomda ham aytganman, bu videomda ham aytaman. O'tgan safar biz endi komanda bilan Toshkentga Chus toshxonasiga bordik. Chus pichog'ini ko'rdim, narxi aka 200 ming, 300 mingdan kam emas-da. Shunaqa aka. Qo'yib qo'yishga endi esdalik bo'lib kimdirlar oladi. O'sha narsa sizga bonus bo'lib boryapti. Bunga hech qanaqa pul olingani yo'q. O'shani ham hisobga olib qo'ying. Endi u nimaga qimmat pichoq qo'yishyapti deganlaring uchun o'zimiz ishlab chiqaramiz uni aka. Biz ham o'z tan narxida hisoblab turib beramiz-da. Zo'r.
Bu sovg'alik-ku baribir. Sovg'a uchun biz ham shu tan narxida qilib beryapmiz. Bilib bo'lsalang, pichoq bermayotganda ham narx shunaqa edi, pichoq berishni boshlagandan keyin narx shunaqa. Endi Garantiya o'sha просто pichoq sovg'a sifatida beryapmiz. zo'r. Chunki shofyorlarimiz borsa, aka, dastlabki akalarimiz borsa, ular ham mehmon qilishyapti-da. Hech bo'lmaganda uylardan bir piyola choy ichib chiqishyapti. O'shaning uchun biz ham bitta chus pichog'idan sovg'a sifatida beryapmiz. Albatta aka, bu xabar esida qoladi-da. Men o'g'lim Drabilga chus pichog'ini berishdi desa, akalar shu joyga bitta like bosib qo'yinglar, xudo xolasa. Rahmat sifatida sizlarga ham. Bo'ldi aka, bunimiz endi. Bunimiz aka, mis 4 kilovatligimiz. Aha. 4 kilovatligimiz. Buni ham hozir mana mol setkasida ishlatib beramiz. Bitta ko'rsatib beraylik. Bo'ldi aka. Bismillah. Yo'lidan Biri ajri qaralar. Hammasi bor. Beda aka bu. Bo'ladi. Ana. Mol setkasida, ya'ni yirikroq setkada, Yirik holatida. yirik holatda yaqinroq kelib ko'rsatib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi mana. Hammasi bor, mix, aralash. Bunimiz ham o'sha aytib o'tganimizdek mis motorligini hozir chiqardik. Narxi 3 million so'm. Agar videomizni shu yergacha ko'rgan bo'lsalaring, hammalaringga rahmat. Pastda nomer qo'yib o'tib ketamiz. Bemalol telefon qilib buyurtma bersalaring bo'ladi. Chang joyga to'g'ri kelib qolibman. Buyurtma bersalaring bo'ladi. Akalar, Murodjon aka, sizga ham rahmat. Mana shunday ishlab chiqarishni to'xtamang. Xudo xolasa, necha kun yetib boryapti buyurtma qilishgandan keyin? Xo'p, Vodiyga 3 kun. Aha. Vodiyga 3 kun. Shu Samarqand, Buxoro, Surxondaryogacha 1 hafta. Haliga Xorazmga juda uzoq bo'lsa 10 kunda xudo 10 xolasa. kunda xudo xolasa yetkazib berilyapti. Endi sezon payti uchun 1-2 kunga sal cho'zilib qolsa xafa bo'lmaydi, to'g'ri tushunib turasizlar. O'shaning uchun ham haligi qiynalmanglar deb turib ham zaklad olinmaydi-da. Zaklad olinmaydi bizda. Zaklad olinmaydi-da. Borganing shofyor akalarimiz borganidan keyin xudo xolasa qo'llariga ishlatib berib, o'sha videoda nima ko'rilgan bo'lsa, hozir mana shuni ko'rishdimi, ma'qul bo'lishdimi, mana shu narsa uylariga boradi, ishlatib berishadi. Ma'qul bo'lsa olishadi aka. Xuddi shunday. Videomizni shu yergacha ko'rgan bo'lsalaring hammalaringga rahmat. Bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qo'yishni unutmang.